Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar nazar programmasi. Bu son programmamizda bu hafta shaharimizdagi yorqin nuqtalar diqqatingizda bo'ladi. Pek yaxshi o'ynagan bular. Kenja komandasi bilan shunchalik bir jasur ruh bilan tomosha bilan shunday qizg'in hissiyotda shunday yaxshi o'ynagan. Lekin bugun ham hozirgi chiqadi endi nolga bo'lib qoldi. Shunchalik bizlar ko'nglimiz rasmiy yerim bo'lib qoldi. Meni umid qilganim endi yana bir maydon bormasmi? Yarim maydongacha amal va yana bir to'pni tutib bo'lsa tutsa bunga chempionlar sima meni orzu qilganim shu. Yaxşı olmadı. Kim yaxşı bolsa kerak dersin. Aslında nechun o'ylagan tanglar? Shuni to'pli. Bundan tomoshabin kelganda qo'lni o'saqim bo'lish kerak. Körüp nait hayacanlandım. Şahsen ben şuna hayacanlandım. Bugünkü bu bir meydan musabaka hakikaten bu adamını zor derecede hayacanı salıdığan bir meydan musabaka oldu. Şu ikili tarafındaki komanda azaları nait yaxşı oynadı. Bizimki kelgenlerinin bu seviyesi nait yukarıken. Lakin bizim ballar onlardan bu takım yaman kapaldı hem de. Hakikaten dastlabda bir topni bizimki tarafını urvagan oldu. Bunda vaqtida nait pek çok besim bulucu. Çünkü kelip lan bir topni yiyip ketken bu ücretin zor besim oldu. Lakin bizim ballar bu ücretin özünün ko'ngil hissiyatini yaxshi tanishib turib, o'zini tutulib, oxiri ag'aqlab shu kitobni o'qib oxirida bir g'alaba qildi mana hech qanday. Hamda hozir bular B darajalikniki o'ynayotdi.
birinchi bo'lib ketib bordi hozir endi. Agar maqtim bedarjilikda ikkinchi kirasizlar, A darajalikka o'rlaydilar. O chaqda sharoitimizni bakam texnik yaxshi ketishi mumkin. Bu jihatdan ham texnik zo'r, yaxshi natijalarni qozonishini umid qilamiz. Biz hammalar butun jon-jahlimiz bilan qo'llaymiz. Birsi komanda a'zolarimizga bo'lgan bizning xushallığımız. Yani birsi Şinjanning futbol mas'ullariga bo'lgan baho mening pek hayajonlandim. Hakikaten endi masalan arqa tashviqotlar var. Şinjan to'g'riliq, Urumchi to'g'riliq, ba'zi bunda qalayimqanchiliklar var. U yerda bexatarlik jihati undan degan bilan ko'ryapmiz. Oldingi bir maydonda 35 mingdan o'shiq odam bor ekan. Shunchalik yaxshi tugadi. Endi ma maydondan balkim 40 mingdan ish mumkin-da bu futbol masalalari. Lekin mayli kirish jihati bu yerga naq maydondagi shu qo'llash, qizg'inlik va chekinishda u mayli qanchalik qizg'in, qanchalik osmonni ko'tarayotgandek ovoz sho'g'illab ketsin, lekin tinch, ilmiy yaxshi qo'llab bir futbol masalalarining yaxshi bir obrazini haqiqat berdi. Menimcha bu jihatimi g'alaba bumi. Bu futbol masalalarining kimlik bo'lib Şinjanning Urumchidagi asosiyatning asonlik millatlar asos gavda bo'lgan mush futbol masalalarining bu qo'shiniga men cho'ng rahmatimni aytaman ham shukur baho beraman. Birinchi qitim top kirayotgan vaqtida mallamiz mush maydondagi hammamiz shuncha jiddiylashib deb o'ylayman. Chunki endi bedarjiliklar musobaqasi boshlanib mush 6-maydon qadar endi mush G'arbiya tashlama komandasiga 23-mayriyani vartaga bir to'pni kirgizmagan edi. Endi izchil turda mush bedarjiliklarningki uda 5-maydon top kirgizmaslik rekordini saqlab kelayotganda, lekin endi yo'qsiz bir top kirgan ishimizni bir xil ichkatida mush top kirib qoldi deb uning ustiga mush topning kirishning oldida bir qancha qitim bizniki mush G'arbiya tashlama komandasining to'pimi vartaga kiray deblar vartama yeniden ayıp ötüp ketkenlik için hem de tekimi bir kılalıkta otun ustiga yaxşaşkanday iş bo'ldi. Endi ikinci qitim mush bizning 5 numurlik mayırımız Parat Jaza topni vartar kirgizayotgan vaqtidagi hissiyat menimcha ham hammamizga o'xshash deb o'ylayman. Chunki endi bu endi o'zimizning diyorda o'tkazilgan musobaqa. Uning ustiga hammamiz ko'rib turibdik naq maydondagi tomoshabinlar endi yolg'iz mush bedarjiliklar musobaqasi emas, darajadan tashqari musobaqalarningki o'sha tomoshabinlardimi ko'p bo'lgan, lekin bu xil hissiyatni ham demak so'zlab o'tirsak hammamiz tushunamiz. Endi ikinci qitim top kirgan vaqtda ya'ni mush G'arbiya tashlama komandasining komanda boshlig'i Ahmadjonning ya'ni mush musobaqa maydoniga ikinci top kirgan vaqtida maydon haqiqatan bir qiyoqasi yo'qlik to'ldi deb o'ylayman. Chunki men shunday hissiyatda bo'ldim. Bugungi mush ikki top intayin joyida, intayin vaqtida, dal joyida kirgan eng muvofiq top deb o'ylayman. Ishnimanki endi menga o'xshash hissiyat bo'layotganlar mush bugungi musobaqaga qatnashgan barliq tomoshabinlar bo'lib qolmasdan, balki mush programmani ko'rayotgan do'stlarimizmi menga o'xshashda mush G'arbiya tashlama komandasining bugungi g'alabasini tantana qilishayotgan bo'lishi mumkin.